Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar, elatdoshlar. Avvalambor bugun 8-mart ayollar, onalar, xotin-qizlar bayram bilan barcha ayollarimizni, qizlarimi, opa-singillarni tabriklayman. Shu bayramlardan ko'plarni sog'ligi bilan yetirgan yurtimiz ham tinch bo'lg'ay. Hurmatli yurtdoshlar, bugun men 13:51 taksisini chaqirgan edim. Qizimkina mehmona boraman deb bana sovg'alari bor ekan bayramda. Shug'una shu 13:51 taksichi bolalarim sog' bo'lg'aylar. Hamisha ishlarni rivoj. Xudoyim shu mashinalari buzilmayin. Shu yo'lovchilari manzilini